Va nihoyat hozirgina ofisimga kelib oldim va hojijonam bilan birga etiketkadan qolgan yarmini yopishtirib oldik. O'zi ham bugun shunaqa yugurib chopqunim ekan. Molni tez qo'yib, ularga berkalarni yarmigacha yopishtirdim, ko'pini yopishtirib olmadim. Hozir kelib hojijonam bilan birga yopishtirib chiqdik podvalda. Endi cho'zilib mana zaryadkaga telefonimni tiqdim. Shunda zaryadkada turganda sizlarga story olishni boshladim. Har bir ish o'ziga yarasha mehnati bor, albatta, va buni orqasida rohati ham bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun mehnat qilasizmi? Alhamdulillah. Yurib turibmizmi? Alhamdulillah deyishimiz kerak. Sog'lom bo'lganimiz uchun alhamdulillah deyishimiz kerak. Hozir belim shunaqa og'rib, cho'zilib o'tirib oldim-da. Chiqoring ham Munisa xolam chiqyaptilar hozir. Ay, to'da bo'lib bog'chaga ham bormabdi. Ana bugun juma ekan. Juma bilan hammanglarni tabriklayman. Esimga tushib qoldi jumaligi.